200 dan ortiq davlatning hammasida ma'naviy urush ketyapti desam mubolag'a bo'lmaydi. Onalar, yosh kattalar ham virtual hayotga bog'lanib qoldi. Bizlar bu yoshlarni ko'rib, nima uchun ishlayapmiz, nima uchun binolar quryapmiz, nima uchun metro quryapmiz bilishimiz kerak. Shularga qilyapmiz-ku biz. Bularning ahvoli qanday bilishimiz kerak deganda katta avlod shu savolni o'ziga berish kerak. Aristoteldan so'rashgan, bolani tarbiyasini qachon boshlashimiz kerak deganda Aristotel aytgan ekanki, kravatga kundalang yotadigan vaqtidan boshlashgan. Lekin bizda ajdodlar aytganki, unga ona tanlashdan boshlaysiz degan. Men ayolning ishlashi tarafdoriman. Lekin qanday kasbga ishlagan? Ayoldan biz ishchi yasab olishimiz kerak emas. Farzand tarbiyalash vazifadan uni mosuvo qilmaslik kerak. Farzandni tarbiyasini bir kimgadir berib qo'yish kerak emas. Kapitalga aylanadigan vositalarning ichida eng samaralisi farzand. Ingliz tili, koreys tili qilib bolani jinni qilib tashlash kerak emas. Davlat tilini o'rgatmasdan turib ingliz tiliga beryapti. Yana aytaman, har qanday ta'limning ham, ilmning ham, tarbiyaning ham asosi oila.